Hürmetli obunachilarimiz, avtoshopqamni Remo Ege'den Matiz keldi do'stlar. H9 2014-yilda ishlab chiqarilgan metallari bor, kreskalar chasni. Balon xalatlari ham 60-70% protektor bor. H9 denme biladi do'stlar. Lüks konditsioner bo'ladi. Hafshkalarni qaranglar do'stlar, idealniy turibdi, mashina zo'r ekan. Qimmat chexollar. Arqalarimiz zo'r turibdi. Son holatda probegini ko'rsataman. Dugalari bor. Ne do'stlar? Mashinam cho'tki ekan lekin. Holati zo'r. Probegini ko'rsataman do'stlar. Yo bismillah. 91.354 kilometr turibdi. Mashinamiz do'stlar, avtoshokkurlarda turadi. Remo Ege'den. Yeter 50 milyon so'mda uydi. Sizlar uchun ozgina savdolashib qo'ydik. 47 milyon so'm bo'lsa berib beramiz. Dagorga berilmaydi. Fortuna yetib olaman desangiz 20 milyon so'm bilan ikkilamchiga chiqadigan 3 yilga oylik to'lov 2200 dan pastga tushib ketadi. Mashina avtoshokkurlarda turadi do'stlar. 2014-yilda H9 konditsioneri ishlab turibdi, metallar ham bor.